Kuyov bilan gaplashay desam, kuyov ham telefon olmayaptimi? Ha. Alaykumdan yuri, qandaysan? Voy kuyov, qaraysan ey. Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ertalabdan tinchlikmi? Mazang yaxshimi? Charchash yo'q, o'zi qandaysiz? Senga bir gap bor edi-da. O, tinchlikmi? Nima bu yoqqa qarayapsiz? Hozir qaynonangdan anaqa qilib yuribman-da. Ha, shungami? O'zing yaxshimisan? Oldingda qizim yo'qmidi? Qizingiz yo'q, qizingiz soat 9larda turadi-yu. Boyda qizi-ku. Ha. Shef. Shu bugun 14-fevralda sevishganlar kuni ekanda. Bilaman, 14-fevral bugun. Ha, bilasanmi axir? Ha, bilsang yaxshi. Shunga nari qaynonangga va'da berib qo'ydim, ravz qilib qo'ydim. Shunga hozir borishim kerak-da. Qaynonangdan ham cho'chib turibman. Ya, duh. Shunga borishim kerak. Sen ham bir 3-4 soatga ko'chaga u yoqqa aylanib turgin. O qaynonam darrov keyin menga telefon qiladi-yu, yapon kamslanikidan emasmidi? Ha, qaynonang telefon qilib qolishi mumkin-da. Telefon qilsa, shu yerdamiz, ikkalamiz birgamiz deysan-da. Maylimi? Hop, keyinchi maqsadga o'ting, maqsadga. Pensiyam chiqsa-chi, bitta senga bir choyxona qilib beraman. Chiroyli choyxona qilib beraman. Maylimi? Boshqa kuyovlaringiz ham bor-ku, shularga ham ayting-ku. Men qaynonamni olmayman. Xudo o'zing kechir. Oldiganim uchun. Endi boshqa kuyovlarga aytardim. Sen boshqachasan, sen tushunasan-da meni. Shuncha senga aytyapman-da. Ha, mayli lekin qaynota og'irgisi lekin. Men sizni deb qiz bilan ajrashim kelmayapti qaynota. Lekin choyxona qilib berasiz, aniq-a? O'zim senga bir chiroyli choyxona qilib beraman. Pensiyam oling, chiroyli choyxona qilib beraman. Bo'pti, mayli unda tez boring, men ko'chaga chiqaman men, nima qilaman endi? Bo'pti, sog' bo'l. Qaynonangga aytib qo'yasan, xo'pmi? Bo'pti. Sen ham boshqa kuyovlardan bir ko'rsan, ikkoving hammang bir ko'rsan, ko'r.